Assalomu alaykum. Bugun demak biz 4 ga 6 bir xonali demak uyni planni chizib ko'tarishni ko'rib chiqamiz. Demak, buning uchun birinchi AutoCAD dasturini ochib olamiz. Demak, AutoCADdan Templates AutoCAD ISO bo'limi. AutoCAD ISO bo'limini ochgandan so'ng mana chizamiz. Demak, birinchi 6 ga 4 xonani chizib olamiz. Demak, liniyaga bosamiz. Bosib turib, xo'p, mana buni tekis chizish uchun Arta modni yoqib olamiz F8 orqali. Shu yerda mana yozamiz, bizda razmerlar chiqyapti. Bunga demak yozamiz 4000. Escape ni bosib olamiz. Demak, bizda mana 4000 mana shu. Endi mana bu tochkadan ushlab, bu yoqqa 6000 yozamiz. Pastga 4000 va bu yoqqa mana bunday yozamiz. Mana bo'ldi. Endi devorlarni chizib olamiz. Devorlarimiz odatda 40 sm bo'ladi. Demak, millimetrda bizda 400 millimetr bo'ladi. Demak, offsetni bosamiz. Belgilab, demak 400 tashqariga, mana 400 tashqariga, bu ham mana tashqariga. Bo'ldi. Endi buni o'stirib olamiz. Demak, uchidan ushlab ozgina yoki yana bitta yo'li bor. Fillet qilsak ham bo'ladi. Ushlaymiz. Shunday, mana ushlab bunday bosamiz. Yana probelni bosib, bu va mana bu. Mana bo'ldi. Fillet qachon ishlaydi? Biz hali filletga hech qanday razmer bermaganimizda, demak, ishlaydi. Bu agar biz filletga radius yoki chamferga distance, ya'ni masofa berib qo'ysak, bu narsa ishlamay qoladi. Demak, mana shu tarzda chizib oldik. Demak, buni surib olamiz sal markazroqqa move qilib. Xo'p. Endi deraza eshik o'rnini ochishimiz kerak. Demak, buning uchun biz liniyani olamiz. Liniyani olib, mana bunday birinchi chizib olamiz. Xo'p, ikkinchisi, mana bu yerdan biz deraza ochishimiz kerak. Bu yerga demak yana bitta liniya chizib olamiz. Endi bu yerdan eshikni atkosi deydi, ya'ni ozgina devordan qochib turgan yeri bo'ladi. Shuni chiqarib olamiz. Offset. Mana buni ushlaymiz. Demak, biz 1,5 g'isht, ya'ni 400 mm suramiz. Demak, mana bu shaklda. Demak, endi eshikni razmerini qilaylik. Demak, 90, mana 900 mm bo'ladi. Endi 160 li, ya'ni 1,6 metrli deraza qilish uchun biz sentrini olib oldik. Demak, ikki tarafga beramiz. 1,60 ning teng yarmi, demak, bizda bo'ladi 80 mm da 800. Demak, 800. Mana 800. Qayta yozamiz. 800. Birinchi bergan 400 imizni esida qolgan ekan. Mana buni o'chiramiz. Mana buni ham o'chiramiz. Demak, mana shu shaklda bo'ldi. Endi trimni bosamiz. Mana shu shaklda mana kesib olamiz. Demak, mana kesildi. Endi sloy ochamiz bitta. Layer proportsiyaga kirib, hop, mana bu yerdan buni ochamiz. Demak, bunga yozamiz devor. Hop, yaxshi. Endi yana bitta ochamiz. Demak, bizda deraza. Hop, endi kerak bizga eshik va zina ham kerak bo'ladi. Mana zina. Demak, 4 ta sloy ochib oldik. Mana hammasi. Endi ranglab qo'yamiz. Bu albatta biz boshqarish uchun juda qulay bo'ladi. Demak, eshikka terik. Xo'p, mana buni beramiz. Derazaga o'zining rangi ko'kni beramiz. Devor mayli qolsin. Demak, devorni ushlaymiz. Ushlab turib. Xo'p, buni demak join qilib olamiz. Qo'shib olamiz, ya'ni mana bitta ushaldi, mana bitta ushaldi. Endi ushlab, bu hali ham mana nolovoy sloyda. Endi bunga beramiz, demak, devor. Mana endi ushlasak, bu mana devor sloyda ushlaydi. Mana bo'ldi. Endi deraza chizamiz. Hali ham nolda turibdi, mana rectangle orqali mana bu yerdan ushlab bunday chizib olamiz. Demak, buni ushlasak 1600 ga 400 ekan. Liniya olamiz, o'rtasidan bitta chizamiz va o probel, ya'ni offset.
50 tepaga, 50 mana pastga. O'rtadagisini o'chirib yuboramiz. Endi ikkalasini ushlab, demak buni nima qilamiz? Derazani slowga olib o'tamiz. O'tganligini qaydan bilamiz? Biz rangi mana o'zgaradi. Ya'ni slowimizning rangi o'zgaradi. Endi eshik chizamiz. Eshikni chizish uchun, xo'p. Aytaylik mana rectangledan olaylik. Birinchi xo'p, atkosini chizib olamiz. Atkosi demak, bizda kesaksi ham deyiladi. Bu yog'ini aytaylik hisob 30 qilaylik, bu yog'ini 80. Mana. Endi mana bu yerdan bitta liniya qo'yib olamiz. Demak 90 ga, 900 ga. Endi bundan kopiya olamiz. Copy. Mana bu chekkaga qo'yamiz mana. Bo'ldi. Endi bitta aylana olamiz. Aylana olib mana sentridan bu yoqqa qarab mana yuramiz. Mana bo'ldi. Endi bitta liniya olamiz yana. Mana buni sentridan, demak tepaga bitta chizamiz. Endi eshigimiz razmeri bizda bo'ladi offset 50 deylik. Bo'ldi. Endi mana bu shaklda shunday liniya chizib olamiz. Mana bunga ham mana bu shaklda mana chizib olamiz. Bo'ldi. Endi trim orqali mana xo'p. Escape'ni bosib olamiz. Trim. Kesib oldik. Mana bu yerdan mana kesildi. Endi trim. Mana bu yer bu liniyani ushlab kesib tashlaymiz mana. Demak, eshigimiz mana tayyor bo'ldi. Endi buni ushlaymiz. Mana bundek ushlab turib buni grup qilib qo'yamiz. Ya'ni G deb bossak mana birinchi chiqadi. Grup. Endi buni ushlab nima qilamiz? Mana eshikni slowga olib o'tamiz. Mana eshigimiz ham chizildi. Endi eshik ochilish mana yo'nalishi chiqdi. Endi buni aylantiramiz, chunki ochilish tarafi mana bu yoqqa bo'lishi kerak. I qilamiz. Mirror. No. Yes qilsak ham bo'lar ekan. Mana. Ushlaymiz. M probel va mana bu yerda markaziy tochkasini ushlab, mana buni mana markazga olib kelsak, mana bu shaklda mana ushlaydi. Mana bo'ldi. Endi bizga kerak. Xo'p. Zinapoya kerak. Zinapoyani chizish uchun mana bu yerdan olamiz. Mana bunday qilsak ham bo'ladi. Mana. Bu yoqqa demak 1200 chiqamiz. Bu yoqqa aytaylik 2600 chiqamiz va bu yoqqa yuramiz mana. Endi buni sokli bor. Soklini chizish uchun buni qancha olishimiz kerak? Soklini qilish uchun demak zinapoyani bilamiz, razmerini. Demak, zinapoya standart bo'yicha xo'p 15 ga 30 bo'ladi. Aytaylik mana zinapoya razmer deymiz. Bu yerda yo'q. Xo'p. Xo'p, zinapoya odatda mana bu yog'i oyoq qo'yadigan qismi mana 30 bo'ladi. 300 standart bo'yicha. Bu yog'i esa bo'yiga 15 sm bo'ladi. Demak, biz 3 pog'onali qilamiz. 3 pog'onaligimiz shunda bizda sokli 1 2 3. Ya'ni 15 dan 3 ta bo'lsa 45 sm bo'ladi. Uni ushlaymiz. Mana bunday chizib olamiz. Mana demak bizning deyarli fasadimiz, planimiz bitdi, planimiz. Endi bunga xach berishimiz kerak, ya'ni devorni va belgisini chizishimiz kerak. Demak, devorni belgisiga ham demak bitta shtrixovkaga yangi sloy ochamiz. Demak, ochamiz xach. Xach ochib oldik. Bo'ldi. Rangini kelinglar buni seri qilib qo'yamiz. Mana bu shaklda. Mana bo'ldi. Endi xachni bosamiz. HA xach probel devorga shunday olib borsak, hech nimani bosmasdan mana o'zimdek zalivka qilib beradi, to'ldirib beradi. Shu mishkani chap tugmasida bitta bossak mana bo'ldi. To'ldirib bo'lganimizdan keyin escape'ni bosib mana chiqamiz. Endi buni ushlab mana bu bizda demak bu shtrixovka kerak emas. Biz buni solid qilib qo'ysak ham bo'ladi yoki mana bu yerda o'z devorni
Hop, belgisi bor. G'ishtni ya'ni. Hop, bunga bosamiz va bizda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana razmer kichayib ketdi. Matpad yozamiz, demak 10 yozsak, 10 ham kichkinaga o'xshayapti. 15 yozib ko'ramiz. 15 demak bizda normalga o'xshadi. Demak buni ushlaymiz. Home ga o'tamiz. Buni demak biz H ga o'tkazamiz. Mana demak devorimiz ham shtrixovkasi tugadi. Endi hop, bunga razmer qo'yishimiz kerak. Razmer qo'yish uchun hop, bunga ham alohida ochamiz. Demak razmer. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, hamma bizni detalga sloy, ya'ni nima deydi, qatlam ochilyapti. Bu narsa nimaga kerak? Birinchidan toza ishlashga, tartibli ishlashga va kelajakda ko'p narsa qilsanglar ham, bu yerda hozir oddiy narsa-yu, nima deydi, shalkashmaymiz deyishingiz mumkin, lekin kelajakda bu narsa juda ast qotadi. Shuning uchun iloji boricha hammasini qatlam bilan ishlagan yaxshi. Demak, razmer mana soldik. Endi rangini qizil qilamiz. Qizil, to'q qizil ham yaxshi. Mana bo'ldi. Endi hop, mana razmer qo'yib ko'ramiz. Razmerni ham o'zi sozlash tartibi bor. Razmer qo'ysak bizda qanaqa chiqdi? Mana bu shaklda chiqdi. Demak, razmerni ham to'g'rilashimiz kerak ekan. Buning uchun D probel dime style, demak bu yerdan ochamiz biz yangi, ya'ni new. Biz yozamiz razmer shablon. To'g'rimi? Razmer shablon. Demak, zapisimiz ketyapti. Razmer shablon continue. Hop, tekstimizni birinchi line symbol arrows ga kiramiz. Mana bu yerdan yozamiz architectural, ya'ni hop, buni ham yoqib qo'yamiz. Tekstga yozamiz. Tekstimiz demak bizda ancha kichkina bo'lyapti. 160 yozamiz. Okay. Close. Yana dimension, razmer, set current qilamiz. Close. Hop, buni o'chirib turamiz. Demak, mana bunda mana yozib ko'ramiz. Demak, mana tekstimiz o'zgardi. Endi dime style. Hop, tekstimiz yana kattalashib bizga yetadi. Kerak bo'lsa yana ozgina kattalashtirishimiz mumkin. Demak, razmer shablon. Bu yerdan modify ga o'tamiz. Hop, modify dan demak tekstni birinchi kattalashtirib olamiz. Aytaylik 180 qilaylik. Mana bo'ldi. Endi mana bu yerdan bunga kiramiz. Demak, bu yerdan ISO bunga o'tib, bu yerdan mana italga qo'yib qo'yamiz. Demak, bu bizda haqiqiy arxitektura razmeri bo'ladi. Close mana o'zgardi. Endi hop, mana bu offset from dim line, ya'ni bu yopishib turishi. Buni aytaylik 20 qo'yamiz. Mana ozgina ko'tarildi. Okay. Mana bu tepaga pastga bo'lishi bizda hozir o'zi yaxshi joyda. Demak, endi mana buni arrow size deyapti. Bu mana kichkina bo'lib turibdi. Bu yerda o'zi bor, lekin kichkina. Buni kattalashtiramiz. 200 qilib ko'ramiz. Mana kattalashdi. 200 kattalik qilyapti. 180 ga qo'yib qo'yamiz. Hop. Bo'ldi. Break size. Buni ham demak 150 qilib ko'ramiz. Demak, hech shart emas. Mark 150. Hop. Bu job angle, ya'ni mana bu o'zi 45 gradusda bo'ladi. Hop, bo'ladi. Endi lines ga o'tamiz. Lines ga o'tib, mana bunga qo'shamiz. Hop, 150 katta ekan. Bu mana ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda mana o'sib chiqish ekan. Biz buni hop 50 qo'yib qo'yamiz. Yetadi, ozgina. Tepaga o'sishi bor, baseline spacing bor. Demak, bunga hop qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Extend beyond dim lines. Demak, bu mana bundan o'sish ekan. Hop, demak tepaga mana chiqishi. Demak, 150 katta ekan, 120 yetadi. Offset from origin, ya'ni mana bu yerdan mana bu oralig'i. Buni hop 5 qilib qo'ysak ham yetar yoki 20. Okay. Demak, yetadi. Set current qilamiz. Close.
Endi mana ko'rsak, bizda nima bo'lyapti? Mana bu hammasi to'g'rilandi. Bo'ldi. Endi buni shunchaki mana bunday razmerga olib o'tsak, mana shu shaklda bo'ladi. Endi pramoy razmer qo'yib ketish uchun bu yerdan razmer sloyga o'tib olamiz. Endi dimensionga o'tib, mana bu yerda mana bunday ushlab, shunday qilsak, mana avtomatik o'zi razmer qo'yib beradi. Endi deraza eshigimizga ushlaymiz. Endi escape ni bosib, mana bu yerdan qizil chizig'iga bossak, continue dimension chiqadi. Shunga bosib, mana bunday mana qo'yib ketaveramiz. Endi eshikka qo'yamiz. 800 continue dimension mana bo'ldi. Devor qalinligini berib qo'yamiz, ushlaymiz. Continue dimension bunday. Bunday. Mana demak bizda bir xonali planimiz va nima deydi, razmerlari chiqdi. Endi bunga shunchaki xonani nomini yozamiz. Uning uchun hop, tekst bo'limi bor, mana tekst. Mana bunday chizib olamiz. Endi yozamiz. Demak, buni yozamiz mehmonxona. Va Ctrl A ni bosib, bu yerda mana e'tibor bersanglar, hozir kichkina bo'lib qoladi. Shuni 200 qilamiz. Mana bu yerda kattaga o'xshaydi, lekin tashqariga bitta bossak, mana joyida bo'ladi. Endi bu razmer sloyda turganimiz uchun avtomatik qizil chizvordi. Buni ushlab, demak, nolovoy sloyga shunchaki o'tkazib qo'yamiz. Va pastga shundan kopiya olamiz. Copy. Xonani kvadratini chiqaramiz. Demak, xonani kvadratini yozib qo'yishimiz kerak. 6 ga 4 bo'ladigan bo'lsa, demak, bizda 24 metr kvadrat polimiz ekan. Xonani poli. Demak, 24 metr kvadrat. 2 yozib qo'ysak ham bo'ladi. Endi buni rangini mana bu yerdan qizil qilib qo'yamiz. Mana demak bizda barcha o'lchamlari chiqdi. Endi buni hop, fasadi, ya'ni fasadi old ko'rinishini chizishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Hop, liniya orqali mana bu yerdan 0 ga o'tib olamiz. Hop. Demak, qayoqdan? Mana bu yoqdan chizishni ko'raylik, ha. Demak, shu tarafini chizishni boshlaymiz. Bizda bor X line, ya'ni cheksiz chiziq, mana X line. Bosamiz, yo'nalish beramiz. Bosamiz, yo'nalish beramiz. Bosamiz, yo'nalish beramiz. Probel. Mana. Endi bu yoqiga mana bosamiz. Endi xonamiz balandligini hop, sal pastroqqa qilaylik. Xonamiz balandligini qilamiz. O probel. Demak, bizda necha? 3 metr qilaylik, kelinglar. 3000. Endi sokolimiz necha edi? Hop, 3 pog'ona bo'lsa 450, 45 sm edi. Endi tepada bizda bor karniz. Hop, karnizini qilamiz. Demak, 30. Bu yerda nima yotadi? Asosan, hop, to'sin yopilsa to'sin yoki plita bosilsa plita bosiladi bu yerga. Endi tomimiz razmerini keyin chiqaramiz. Hozircha shu yerni kesib olamiz. Trim. Mana. Bu yoqdagisini mana shunday ushlab delete qilib o'chirib yuboramiz. Mana demak, deraza eshiklarimizni razmeri chiqdi. O'rni, ya'ni fasad. Mana bo'ldi. Endi eshigimiz tepada bizda bo'ladi rigel, ya'ni rigel qo'yiladi. Odatda 40 sm qo'yiladi. Demak, liniyani ushlab pastga 400 yozamiz va mana bu shaklda mana qilib olamiz. Xo'p. Undan keyin mana bunga hop, primichka qo'yilishi mumkin. Hop. Demak, hozircha shu yergacha yozib turamiz. Keyingi darslarda demak fasad chizishni ko'rib chiqamiz. Rahmat.